Said opa, onajonim, qarang. Siz Samarqanddan, men Buxorodan. Samarqandda Buxoroni boylari bor deydi-ku. Hay bay. Qarang. Mana siz Samarqand Gulobod avenida uy olasiz, to'g'rimi? Men mana bu yerda Yangi O'zbekiston G'ijduvon massivida uy oldim. Voy. Nima uylarni ko'rdingizmi? Voy, zo'rdan ham ko'ra super. Bu uylar shifokorlarga, harbiylarga, o'qituvchilarga nihoyatda katta chegirmalari bilan berilar ekan. Yo'q, u ham mayli. Buni qarang. 2 ta maktab, 3 ta bog'cha, oilaviy poliklinika, supermarket, gipermarket, parkovkalar, 3 gektali bog'i ham bor. Ana. Qolib qolish kerak. Aksiyalarga bosh to'lov qilib narsa qilsangiz, qancha aksiyalar o'tib ketaveradi. Uyga ham kirganda ta'mirlangan uyga kiradi. Parda, gilam, hamma narsasi hamma. ichida ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy. Uy olganlarga uy ham sovg'a, Damas sovg'a. Hamma yo'q, bonus. Voy. Chista G'ijduvoncha aksiyalar. Ana, rosa zo'r bo'pti-da. Voy, kelinglar, shoshilinglar, olinglar. Yangi O'zbekistonda G'ijduvon massivida ajoyib uy keladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Aksiya. Ana shunaqa. BBS Holding, nurli kelajak sari.